2024 da rosa trend bo'lgan bu panellarimiz xudo xolasa 2025 da ham trend bo'ladi. Hozir sizlarga qisqacha yana tushuntirib o'taman. Orqamda turgan panellar 3 ga 120 lik katta panellarimiz. O'ng tomonda patti fakturasini beradigani, chap tomonda ham shuni boshqacha ranglilar. Endi bu tomondan ko'radigan bo'lsak, perigalutga ishlatiladigan mana panellarimiz ham tayyor turibdi. Buni endi showroomga kelib bemalol o'zingiz fantaziyangizga moslab tanlasangiz ham bo'ladi. Yonidagi esa 3D holatdagisi. Aytganimizdek, poliuretan mahsulotdan ishlab chiqariladi bular, pishiq bo'ladi, suvga ham chidamli bo'ladi. Bu nari katta panelimiz yana bir turi bor. Mana shunaqa holatda chiqyapti hozirgi kunda. Buni yonidaga keladigan bo'lsak, asosan oshxonalarga ishlatiladi va keyingisiga ko'rsatadigan bo'lsak, bular ham oshxonaga ishlasangiz bo'ladi. Endi bu sizning fantaziyangizga va dizayningizga bog'liq. Agar dizayneringiz zo'r qilib mana shulardan ishlab bersa, haqiqatda uyingiz yashashga shinam bo'lib chiqadi. Qaranglar, juda ham chiroyli. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Opsiyada nomerlarimiz bor. Xudo xohlasa lokatsiyasini ham tashlab beramiz. Qo'qondagi zavodimiz oldida showroom ochilgan. Kelaverasizlar.